Salom animeshunoslar. Bugun sizlar bilan birga top 5 eng kuchli anime qahramonlari ro'yxatini ko'rib chiqamiz. 5-o'rinda Ichigo Kurosaki. Bleachning bosh qahramoni Ichigo shunchaki oddiy o'quvchi emas. U soul, reper, hol va konsep kuchlarini birlashtirib olgan yagona inson. Hatto final jangda uning kuch darajasi shu darajada oshib ketadiki, hattoki eng qadimiy Quincy rahbarini ham ortda qoldira oladi. 4-o'rinda Saitama. Bir zarbda hammani yig'latib yuboradigan qahramon. Saitama kuchning o'zginasidir. U har bir dushmanini bir zarbida yo'q qila oladi. U jiddiy ko'rinmasa-da, ammo ushbu ro'yxatda turishga to'laqonli haqli. Sababi esa uning kuchda raqibi yo'q. Asosiy muammosi doimo zerikish. 3-o'rinda Goku. Ultra Instinct formasi bilan Goku butun dunyoning multiversumdagi eng kuchlilardan biri. Har safar yengilsa, yana qaytadan kuchayib ketadi. Uning kuch darajasi va cheksiz o'sish qobiliyati uni afsonaga aylantira olgan. 2-o'rinda Gojo Satoru. Gojo Sensei bu so'zning o'zi ham kuchni eslata oladi bizga. Intensiv va Six Eyes va o'ziga xos xotirjamligi bilan u butun jujitsu dunyosini eng kuchli sehrgaridir. Ayniqsa, u cheksizlikni ishga tushirganida uning dushmani uchun o'yin tugaydi. Va nihoyat 1-o'rinda Zenon Sama. Butun multiversumni birgina harakat bilan yo'q qila oladigan mavjudot. Bu Zenon Sama u bolalarcha sodda ko'rinsa ham haqiqatda mavjud bo'lgan eng kuchli mavjudotdir. Mana shunaqa do'stlar, bu ro'yxat albatta mening shaxsiy fikrim. Bundan tashqari keyingi videolarda nima va qaysi animelar haqida bo'lishini kommentlarda qoldirishdan so'raymiz. Har bir like va obuna uchun Naruto sizlarga rahmat aytadi. Rahmat.